Filippindagi millionlab odamlar uchun Skylab transportning yagona arzon turi hisoblanadi. Uyda tayyorlangan shassi va uyda tayyorlangan modifikatsiyalangan mototsikllar. Bu transport vositalarida muvozanatni saqlash eng muhim omil hisoblanadi. Skylablar qishloq va kambag'al hududlarda mashhur bo'lib, ba'zi yerlarda 4 g'ildirakli avtomobillarning harakatlanishi juda qiyin. Ularning 10 kishigacha sig'adigan kengaytirilgan versiyalari ham mavjud. Bu transport vositalari qishloqlar o'rtasida muntazam va qulay yo'lovchi tashishdan tashqari shaxsiy yuk tashishni ham amalga oshiradi. Balki bu mototsikllarning tezligi soatiga 50 km dan oshmas, ammo tortish kuchi juda katta. Kichkina dvigatel yarim tonna og'irlikni ko'tarishi mumkin. Amortizator va shinalar ham shunga yarasha mustahkamlangan. Yagona kamchiligi esa bunda tormoz tizimining deyarli mavjud emasligi. Sizni ba'zan mo'jiza saqlab qolishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.